Siz bilasizmi, Ka'batullohni buzib tashlash uchun katta qo'shin bilan kelgan zolim podshoh kim edi? Zolim podshoh Qaboni bosish uchun 17 ta fil oldi. Ammo eng katta filning nomi nima edi ichida? Ka'bani buzish uchun kelgan zolim podshoh askarlarini toshbiron qilgan qushlar nomi nima edi? Payg'ambarimizning otalari Abdulloh uylandilar to'y qilib. Ammo onasining ismi kim edi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyoga keldi nechanchi yil edi, qaysi oyda? Javobni kommentariyada qoldiring, bilmasangiz like bosib obuna bo'ling, javobini chiqaramiz. Ramazon muborak.